Hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar, bugun bankimiz binosida yig'ilishimizning asosiy maqsad hozirgi kunda Uzunli bank tizimida, ya'ni 3 filialda mavjud bo'lgan kreditlar to'g'risida tadbirkorlarga, fuqarolarga ma'lumot berish bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda Milliy bankimizda bir qancha kredit mahsulotlari mavjud bo'lib, bular asosan jismoniy shaxslar, yoki tadbirkorlar, yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan kreditlar bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda eng asosiy dolzarb bo'lib turgan masalalarimizdan biri hurmatli prezidentimizning 60-sonli qarorlari, ya'ni yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish va 61-sonli qarorlari oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini tadbirkorlikka jalb qilish, ularni bandligini ta'minlash va ularning daromadini oshirish, yangi tizimlarni yaratish bo'lib hisoblanadi. Bevosita shu qaror asosida Uzunli filialda bir qancha kredit mahsulotlari mavjud bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari bularga kelajakga birinchi qadam, ya'ni 10 million so'mgacha oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilariga, undan tashqari kelajak uchun start 300 million so'mgacha va yorqin kelajak sari 1 milliard so'mgacha kredit mahsulotlarimiz mavjud bo'lib hisoblanadi. Bular asosan aylanma mablag'larni to'ldirish va asosiy vosita sotib olish, bino ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish yoki savdo binolarini jihozlash va boshqa faoliyat turlari uchun taqdim etiladi. Bular asosan aylanma mablag'lar uchun bo'ladigan bo'lsa 36 oy, ya'ni 3 yil muddatga, jihozlash, asosiy vosita sotib olish uchun bo'ladigan bo'lsa 84 oy, 7 yil muddatga 6 oylik imtiyozli davr 36 oylik kreditlarimizga, 24 oylik imtiyozli davr, ya'ni 2 yil, 7 yillik kreditlarimizga mavjud bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari bankimizda jismoniy shaxslar uchun maqsadsiz kreditlarimiz, avtokreditlar, ipoteka kreditlar va yuridik tashkilotlar va yakka tadbirkorlar uchun bundan bir qancha yengillashtirilgan kredit mahsulotlarimiz mavjud bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda yana yangi kredit mahsulotimiz ochildi. Bugungi kunda avtokredit oldin faqat davlat ishiga bilan band bo'lgan, ya'ni doimiy muqobil daromadga ega bo'lgan fuqarolarga ajratiladigan bo'lsa, avtokreditlar hozirgi kunda ish bilan band bo'lgan fuqarolarga o'zini band qilgan holatda yillik 25% stavka bilan 4 yil va 5 yil muddatga birlamchi va ikkilamchi bozordan avtokreditlar xarid qilishlari uchun kredit mahsulotlarimiz mavjud. Agar kimlardir qanaqadir shu kreditlarni olish istagi yoki ma'lumot kerak bo'lsa yoki boshqa masala bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangiz bemalol qonun doirasida maksimal ko'rib chiqib ijobiy hal qilishga maksimal harakat qilamiz.